Tanishing, mani degustatorim qaynukam. Qanday bo'lib Sherjahon? Kanikular tugab, maktab ham boshlandi. Perikos uchun o'z qo'llaringiz bilan shunaqa bulochkali mini pitsa tayyorlab bersangiz, farzandingiz boshqa sinfdoshlarining oldida siz bilan faxrlanishi aniq. Ishimizni unga dro'sh, shakar, tuz, tuxum oqi va o'simlik yog'i solib, ilmiqdan issiqroq bo'lgan suv bilan yumshoqqina xamir qorishdan boshlaymiz. To'liq retsept har doimgidek opisaniyada. 1 soatda oshib chiqqan xamirni teng 8 ta kichkina zuvalachalarga bo'lib, yana tindiramiz. Shu vaqt ichida nachinkalarni ham to'g'rab olamiz. Nachinkasi uchun sosiska, sir, ketchup va pomidordan foydalandim. Tingan zuvalachalarni birin-ketin yoyib, ichiga ketchup va sirni solib, yana zuvalacha qilamiz va mehr bilan san'at asari yaratamiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib, mini bulochkali pitsamizga gulchali shakl beramiz. Duxovka listiga bulochkalarni terib, ustiga sutli tuxum sarig'ini surtib, yana sir, sosiska, pomidor bilan bezatib, duxovkaga qizarish uchun jo'natamiz. Tayyor bo'lgan bulochkalarimiz issiqligida ham, sovigan holda ham juda mazali.